Marhum xonanda ustoz Muhriddin Xoliqovning o'limi atrofida turli mishmishlar yurishi bu bor haqiqat. Kimdir uni suiqasd natijasida halok bo'lgan desa, yana kimdir ichkilik natijasida yo'l transport hodisasiga uchragan deydi. Xo'sh, Muhriddin Xoliqovning o'limiga kim yoki nima sabab bo'lgan? Bugungi ko'rsatuvimizda aynan shu haqida suhbat yuritamiz. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, videoga like bosishni unutmang. Show biznes yangiliklarni bizda kuzatib boring. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, chiroyli ovoz sohibi, yoqimli ijrolar xonandasi Muhriddin Xoliqov 2001-yilning 21-noyabr kuni olamdan o'tgandi. Muhriddin Xoliqovning akasi Shahobiddin Xoliqovning ma'lumotlariga qaraganda, bu voqea Ramazon oyining o'rtalarida xonanda bir dala hovlisiga ketayotganida sodir bo'lgan. Shahobiddin Xoliqov Muhriddin Xoliqovning vafoti haqida YouTube'dagi Muad video kanaliga bergan intervyusida quyidagi ma'lumotlarni aytib o'tgan. Bu voqea ro'zada bo'lgan edi. To'g'risini aytsam, bu voqea u dachasidan bu dachasiga ketayotganida sodir bo'lgan edi. Muhriddin ichmagan edi, chunki u o'sha vaqtlarda dori ichib davolanib yurardi. Ro'za vaqtidan foydalanib davolanar edi. Aslida u bolaligidan ichkilikni yoqtirmas edi. U yuqori qon bosimi bilan yurardi. Bir sirni ochmoqchiman, buni odamlar bilib ham qolgandi. To'ylarda o'zini pilusini ustiga qo'shiq aytardi. Pilusni ustiga sozandalarga chaldirardi. Muhriddin ijro qilardi. Chunki miyam yorilib ketmasin der edi. Yuqori qon bosimi bilan yurardi. Har yilda bir oy davolanib chiqar edi. O'sha kuni ro'za oyida ustalarni ko'nglini ko'taray deb rohat bo'yida qurilayotgan dala hovlisiga borgan bo'lgan. Ichgan, mast bo'lgan, mashinaga o'tirgan degan gaplarga ishonmayman, chunki uni o'sha kuni iftorlikka aytishgan. Kimdir Chirchiqdagi iftorlikka shoshilayotgandik deb aytgan edi. Muhriddin iftorlikka borib, Chirchiqdagi dala hovlimda qolaman deb ketgan. Balki tezroq yurishgandir, lekin rulda o'tirgan bolani ichganini ko'zim bilan ko'rib, qo'lim bilan ushlamadim. Tergov varaqalarini ko'zdan kechirganimda ham bu narsalar yozilmagan edi. Odamlar har xil gap so'zlarga ishonmasa yaxshi bo'lardi, deydi Muhriddin Xoliqovning akasi Shahobiddin Xoliqov. Unutma yar manzaringni, sog'inganman diydaringni, ikki zulfi zunnaringni, ikki chashmi xumaringni. Sevganim sen o'zing tanha, sensiz umrim ma'nosi yo'q. Shaydolaring ko'pdir ammo mening kabi fidasi yo'q. Unutma yar manzaringni, sog'inganman diydaringni, ikki zulfi zunnaringni, ikki chashmi xumaringni. Marhum san'atkorning oxiratlari obod bo'lsin.